Futbol yangiliklari bilan tanishing. O'zbekiston futboli. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Jahon chempionatiga yo'llanma oldi. U-17 Osiyo Kubogi doirasida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Xitoy ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozonib, muddatidan oldin Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Superliga natijalari Sogdiona jamoasi mavsumdagi ilk g'alabasini Paxtakor ustidan qo'lga kiritdi. Jahon futboli. Manchester derbisi durang bilan yakunlandi. Angliya Premyer Ligasining 31 turida Manchester United va Manchester City o'rtasidagi uchrashuv oq hisobida yakunlandi. SSK Moskva derbisida g'alaba qozondi. Rossiya Premyer Ligasida CSKA Moskva derbisida Dinamoni mag'lub etdi. O'zbekistonlik futbolchi Fayzullayev ushbu o'yinda 66 daqiqa maydonda harakat qildi. Murabbiylik o'zgarishi. Srechko Katanet iste'foga chiqdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanet sog'ligi bilan bog'liq muammolar sabab iste'foga chiqdi. Shu joyida ortoglar kanalga obuna bo'ling. Biz izoni oxirigacha bir obunachi bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan Goal Time. Futbol olamidagi yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Sizlar bilan Goal Time bo'ldi. Hammaga xayr.